tabiiy mahsulotlar bilan butunlay yo'taldan qutulishni xohlaysizmi? Yo'tal quruq bo'lsin, ho'l bo'lsin, allergik yo'tallar bo'lsin, umuman farqi yo'q. Tabiiy mahsulotlar bilan bir pasda qutulasiz. Qarang, islandskiy mog' o'pkaga o'tib ketgan bo'lsa ham farqi yo'q, umuman farqi yo'q. Buni bir chimdimini olasiz, bir stakan sutga shunday damlaysiz, ichaverasiz. Bu shiralar, bu nimalarni giyohlardan olingan shira. Bu yo'tallarni 3 kunning o'ziga natija beryapti. 3 kun, 4 kun uzog'i. Eng zo'r narsa, ajoyib narsa. Bu aralashma yog'. Bu yog'lardan bir qoshiq ertalab azon paytida ichasiz. Xudo xolasa sizda na allergiyadan yo'tal qoladi, allergik yo'tallar, na quruq, na ho'l, na o'pkaga o'tgani bo'lsin, farqi yo'q. Buni yaqinlarga tez jo'natib qo'ying. Bizda manzil Navoda shu narsalar kerak bo'lib qolsa, Toshkent Chorsu bozorida. Agar telefonni ko'tara olmasak, ayrim sabablar bilan siz Telegramda yozing, har doim tezda javob beramiz. Yaqinlarga tez jo'natib qo'ying, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo tekin. Hammaga rahmat.